shu modelni sotishni boshlaganimga borib 20 yil bo'libdi. O'zi bundan oldin chiqarilgan model, men sotishni boshlaganimga 20 yil bo'libdi. Menimcha bu modelni nomini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Biladiganlar kommentariyada yozib yuboringlar nomini. Xullas, shu model. Даже buni mana bu padoshlarigacha hech qachon o'zgarmagan. Shu kojinli padoshda bo'ladi. Mana bu injeksion koja shu o'zini bufalon kojasi. Men buni ko'rsatgan sababi buni hamma razmerini yana olib kelib qo'ydi. Bu tugab qoluvdi, to'liq qilib qo'ydi razmerlarini. Shuningdek ko'rsatib qo'ydi, video qilyapmiz. Narxi 2.8 million so'm berilyapti. Agar kimda kim qidirib yurgan bo'lsa, bemalol kelib olishingiz mumkin.